Masturbatsiya qilib yurgan odamda polyutsiya bo'lmaydi kechqurun. Masturbatsiya qilmagan insonda polyutsiya bo'ladi. Nima u? Tungi polyutsiya bu emas bitta narsa. Polyutsiya degani bu bizani o'zbeklar orasida ixtilom degan so'z bilan tarqalgan. Bu tungi uyqu vaqtida ba'zi insonlar kunduz kuni ham uxlaydi. Uyqu vaqtida urug'ni beixtiyor chiqib ketishi tashqariga, ya'ni ereksiya bo'lib, urug'ni tashqari chiqib ketishi yoki ereksiya bo'lmasa ham, chala ereksiya bo'lishi hisobiga ham urug' tashqari chiqib ketishi kuzatiladi. Bu narsa umuman nima hisobiga kelib chiqadi? Bu uzoq vaqt jinsiy aloqadan saqlangan bo'lsa, masturbatsiya qilmagan bo'lsa, erkaklik gormonini oshishi hisobiga, testosteronni oshishi hisobiga, baquvvat energiyani oshiruvchi ovqatlarni iste'mol qilganda, kindik pastidagi a'zolarni, mushaklarni kuchini oshiradigan jismoniy harakat qilganda, tungi uyqu vaqtida prostata bezini qisqarish hisobiga urug'ning tashqari chiqib ketishi amalga oshadi, ya'ni ehtilom bo'ladi. Bu narsa xavflimi? Yo'q, bu xavfli emas. Bu hech qanday kasallik belgisi ham emas. Bu davolanmaydi. Bu beixtiyor holda amalga oshadigan narsa. Tabiiy holda amalga oshadigan holat.